na. Keyingi harfimiz ye. Yening mahraji, demak tilimizning o'rtasi yuqoriga ko'tariladi. Bu yerda demak o'sha bayniya sifatini bildirishlik uchun oraliq joy qoladi. Shu yerdan havoni sirg'alib turishligiga demak rohava deyiladi va yening mahraji mana shu yer hisoblanadi. Talaffuziga keladigan bo'lsak, ya, yi, yu. Ay. Mana demak rohava sifati bor dedik. Ay deb to'xtab qolinmaydi. Ay bemalol ay. Ayni paytda aysh bo'lib qolishligi kerak emas, chunki yuqorida o'tgan sifatlarimizdan bir eslab olamiz. Jahr degan jarang sifati bor yeda. Ash bo'lsa u sifat ketib qoladi. Ay, aymu, aymu deb o'qilmaydi, balki yeda bir qadam bosib aymu rohavasini bildirib o'tilinadi. Zaytu, zaytu emas, zaytu. Maytu emas, maytu. Ra'yu, ramyu. Ana demak mimma bayniyasini bildirishimiz kerak bo'ladi. Ramyu. Yaman, demak nunni bayniyasini bildiramiz. Yaman emas, balki Yaman. Maryam, demak bu yerda e'tibor beradiganimiz ma'ni ingichka qilaman deb rda yo'g'onlashga kech qolamizda Maryam bo'lib qoladi. Maryam. Endi o'zbekcha so'zi bo'lganligi uchun ham Maryam deyish odat bor. Yo'q, r yo'g'on bo'ladi. Mar. Demak rni mar yo'g'on qilaman deb mor bo'lib qolmasligi kerak. Maryam, balki ma ingichka Maryam. Bayniyasi bir xil chiqishi kerak, bildirish kerak. Maryam. Mayzar. Bu yerda ham rni yo'g'on qilaman deb mayzar bo'lmaydi, za ingichka. Mayzar bo'lmaydi, r yo'g'on. Mayzar. Yeda rohava bor, mayzar. Rda bayniya bor. Mayman. Mayman. Nunni bayniyasi va g'unnasini bildirishligimiz lozim. Ayman. Yeda demak rohavarisini bildiramiz. Ayman. Nunni sukunini bildiramiz. Amrayni. Amrayni. Bilinar bilinmas ye mimnikiga nisbatan, lekin bu o'sha yuqorida aytganimizdek mutaxassislar sezadi. Biz hozir sukunini va uni bir muddat ushlashiga e'tibor berib o'qiymiz. Amrayni. Amrayni. Amrayni deb o'qilmaydi. Amrayni, zaytayni, aymayni deb o'qisak, faqat harfni o'rganayotgan bo'lamiz. Qur'onni to'g'ri o'qishlikni o'rgana olmaymiz agar shunday o'qiydigan bo'lsak. Tez o'tmasdan dona-dona qilib sifatlarini ado qilib o'qiymiz. Amrayni, zaytayni. Ikki ye ham bir xil ushlanadi. Zaytayni. Ayni paytda zni jarangini, tani shaddasini zaytayni bo'lib qolmasligi kerak. Ta qattiq chiqishligi kerak. Aymayni. Bu yerda ham demak ikkala ye bir xil sifatga ega, rohava bir xil ushlanishligi lozim. Maytayni. Demak bu ham may rohavasini bildiramiz. Ta'ni qattiqligini bildiramiz, shaddasini. Maytayni. Keyingi ye ham xuddi shunday talaffuz qilinadi. Bir boshidan o'qib beraman. Ya, yi, yu. Ay, aymu, zaytu, maytu, ra'yu, ramyu, yaman, maryam, mayzar, mayman, ayman, amrayni, zaytayni, aymayni, maytayni. Demek